hoşimizni topmaydigan bo'lsak, holimiz xarob bo'lur. Hadisda qiyomat kuni hammadan ko'proq azob chekuvchi o'z oilasini nodonlikda qo'yg'uchidir deb ko'rsatilgan. Biz yana nima uchun o'qitish usulimizni isloh qilmaymiz? Hozir Misr, Istanbul madrasalari islohot yurgizib, jiq unum hosil qildi. Men chinigan odamning hammasi kelishdi. Bir oshu dahriy domilli kammidi. Bu dahriy oshundoq yo'g'inib ketdimi? Har qaysirda katta boylarning talabi shundoq bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir degan murtadning bir tom chiqinni ichmaydigan bo'lsam, Allohning bandasi bo'lmay ketay. Abduqodir domillam xalqni ma'rifatga, uyg'onishga chaqirdi. U başlagan ma'rifat yo'li porloq, u mangu davomlashadi, karvon to'xtamaydi. Elvida ustoz, yotgan joyim jannati bo'lsin. Elvida. Birga bu shartga ma'qul kelib, shodi-pochaqlarni yerga tirab, bir tugilib, ikki dansab, taq qilib bir sakrab, cho'g'ning u tarafiga o'tib ketibdi-da, "Qandoq, nochim ekanman?" deb soqol burtlarini silab, o'ng qishini etib, so'l ko'zni qisib qarab turibdi. Endi navbat pitqi kepti. Bu palakat xumsi qo'llariga tukirib, oldi kayniga minib, o'zini raso dansab, qanot quyruqini tangshab, bir sakrab ekan. Cho'g'ning naq o'ttirsiga tushib, purchaqdak pars qilib etilib, uchay qarni yerilib o'libdi. Voy iset, bir obdan odishimdan ayrilib yolg'iz qoldim deb ko'ngli buzilib, ko'ziga yosh ulashgan birga hozir ichib, enak tutib o'ltirsa, to'g'roq. Voy birga odosh, nim bo'lding? Yengili o't sinib, kavob yeb xushal o'ltiratding. Birdandili chiroying tutilib, boshqacha bo'lib qopsan. Sana nima dard keldi deb so'rabdi. Birga ko'ziga yosh ilib, "Voy jinim odosh, sen so'rama, men aytmay" debdi. To'g'roq uning so'ziga zinhor unimay, "Sen bo'lib, men bo'lib, o'ttirmizda yoshiradigan nimamiz bor?" degina anglab boqay debdi. Birga oxir bo'lmay, "Pit o'ldi, birga hozidor, to'g'roq sharoq-shuruq" debdikan. To'g'roq shu zamon qattiq silkinib, butun yopirmoqlarini sharoq-shuruq qilib yerga to'kibdi. Har kuni to'g'roq tuvida yopirmoq yeydigan qo'shqar kelib qarg'udek bo'lsa, bugun ish boshqacha. U hayron bo'lib, "Voy to'g'roq odosh, har kuni menga tushliq yopirmoq tashlayding. Bugun sana nima bo'ldi? Hamma yopirmoqlaringni yerga to'kib, o'zing qoqshal bo'lib qopsan" deb so'rabdi. To'g'roq uningga, "Voy jinim odosh, sen so'rama, men aytmay" debdi. Qo'shqar buningga zinhor unimabdi. To'g'roq amalsiz, "Pit odosh o'ldi, birga odosh hozidor, to'g'roq sharoq-shuruq, qo'shqar qasur qusur" debdikan. Qo'shqar shu alla to'g'roqqa usib, bir obdan mingizlarini sundirib tashlab, daryoga suv ishkili ketibdi. Qo'shqarni ko'rgan daryo hayron bo'lib, "Voy qo'shqar odosh, har kuni suv ishkili kelginingda ajoyib chiroyli mingizlaring bor edi. Bugun senga nima balo keldi? Mingizlaring yo'q-ku" debdikan. Qo'shqar javob berib, "Pit odosh o'ldi, birga odosh hozidor, to'g'roq sharoq-shuruq, qo'shqar qasur qusur, suv ta'tur oqmoq" debdi. Daryo suvi shu olli ta'tur eqibdi. Har kuni daryo suyida qochquchi yuydigan bir g'alchi bor ekan. Shu kuni u qochi yug'ili chiqib, daryo suyining ta'tur eqayotganligini ko'rib, hayron bo'lgan holda, "Hey daryo, har kuni o'ng oqatding. Bugun senga nima bo'ldi? Nimishqa ta'tur oqsan?" deb so'rabdi. Daryo javob berib, "Pit odosh o'ldi, birga odosh hozidor, to'g'roq sharoq-shuruq, qo'shqar qasur qusur, suv ta'tur oqmoq, g'alchi qochi chaqmoq" debdikan. Bu g'alchi ko'tirib chiqqan qochquchilarning hammasini yerga urib, kukum talqon qilib tashlabdi. Podshoh quruq qo'l qaytib kelgan g'alchini ko'rib, darg'azabga kelibdi-da, "Hay g'alcha, hech qachon qochi chaqmayding. Bugun senga nima bo'ldi? Nimishqa qochi chaqding?" deb so'rabdi. G'alchi javob berib, "Pit odosh o'ldi, birga odosh hozidor, to'g'roq sharoq-shuruq, qo'shqar qasur qusur, suv ta'tur oqmoq, g'alchi qochi chaqmoq, podshoh o'zini bo'g'izlamoq" debdikan. Podshoh shu oldi yinidagi xanjarni chiqarib, o'zini bo'g'izlayapti. Atdigandan beri echilolmay, buruqturum bo'lib ketgan bolalar shu qadar soz kulishdiki, ularning kulki sadolari guloq atrofini larsiga keltiribdi. Ba'zanlari kulib teliqib, kulga tashlanadi. Ba'zanlari bir-biri bilan quchoqlashib, pomdaqlashib eg'inishadi.
Bu hikoya ular ko'ngil qo'yib anglaydigan. Har kuni necha qitim anglasimi, yana anglag'usi keladigan hikoya edi. Buning bilan ular kunning qanday kech bo'lganligini sezmay qoladi. Hikoya texi tugamagan edi. Shunda qilib, podshoh o'zini bo'g'izlab tikan, olam buzilib, jahon o'ngtay-to'ngtay bo'lib ketibdi. Sahroliklar shaharga, shaharliklar sahroga qochibdi. Dehqon tag'irning og'zini mahkam bo'g'ibdi. Do'rg'i chiqib, bagning gilini bo'g'ibdi. Qo'rqib ketgan bagning xotini bir yo'ldili ikki mo'zay tug'ibdi. Qiziqmikan? Tetay-shitay, yoyi ambal o'rkib ketibdi. Orqama-orqa dori ichib jahannamga ketibdi. Etak yoqi bo'pti, yoqi etak bo'pti. Do'mi-do iminning do'si deb menga amballiq tegibdi. Hamma odam xo'sh deyishib, menga beshini egibdi. Hammasi menga bosh egib olsa, har qaysing nimishqa bosh egmaysan. Yangisha, beshingni egisha. Bo'lmasa hikoya aytib bermayman. Beshingni egish haromdan bo'lganlar. Emin beqinida o'ltirganlarning beshini besib chaqchaq qiladi. Balalarmu bir tarafdan qaqoqlab kulib ta'zim qilsa, yana bir tarafdan hikoyani qayta so'zlab berishni talab qilishadi. Yana bir aytib bergina, xush bo'layli aka, yana bir aytib bera, dedi biri yengili oxirlashgan hikoyani takror anglag'usi kelib. Bu da aytib bersang, jazman bir somsi bilan mehmon qilaman. Ben go'shkirda akilib mehmon qilaman. Balalar har xil yemekliklarga va'da qilib, Eminni hikoya so'zlatishga urinadi. Mang, neri berish? To'la so'zlab og'zim qurib, qursoqlarim ko'ldirab ketdi. Emin ularning talabini rad qilib, shart qo'yadi. Avval go'shkirdangni, somsilaringni akilib oldimga qo'yish, yigash aytib beray. 4-5 bala taraf-tarafga potiraqishib chepib ketishadi. Ular usti-beshi yelin, yalang oyoq bo'lsa-mu, ko'p-ko'k buz, oppoq qirov qotgan cho'yindek so'g'uq ko'chini gurus-gurus tashlab yiroqlarga ketadi. Oshxona, navoiyxona, somsxonalarga berib tilamchilik qiladi. Yalang'och, yalang oyoq, yerim to'q, yerim och hayot kechirayotgan bu balalarning ko'chima-ko'ch gurusildab yugurib yurganligini, mangizlarining qip-qizil, muskullarining munguzdek ching va sog'lomligini ko'rgan kishilar bir tarafdan ularga ich og'ritsa, yana bir tarafdan to'ng toshdek ching balalarkan deb hayron bo'lishadi. Shahar hayoti o'z yo'lida davom qilmoqda. Bu balalarmu o'z yo'li bilan qahraton sovuqning rahimsiz hukmronligiga qarshi kurash qilib yashamoqda. Balla! Voy balla! Karomatimni ko'rsataman. Ma'nun qaranglar. Qaysi bir bala olqinidagi qandoqdir bir nimani po'lab turib to'ldi. Balalar birdalla uni o'rib elishdi. U bala kul orasidan tepib olgan chilanchilik bir tal cho'g'ni po'lab, qo'ldan qo'lga yo'tkab karomat ko'rsatishga boshladi. Qaranglar, ha? Mana mening qo'lim ko'ymaydi. Mana. Deydi u maqtanib. Kul ostidan tepib olgan cho'g'ni po'lab, qo'ldan qo'lga yo'tkab o'ynashmu balalarning qiziqarli o'yinlaridan biri edi. Qani kim yiroqqa yetkazaydi? Do'tkiman. Deb to'lidi heliqi karomat ko'rsatayotgan bala. Men yetkizaman, nima tiksa? Dedi biri naydisiga mushtlab. Sen yetkazolmaysan, men yetkizaman. Dedi yana bir bala hijiyib turib. Bu balaning o'tir ichishi yengli tushib ketgan bo'lg'achqa, hijayganda og'zining ichi qushqosh kameradek ko'rinavedi. Bu yanqi balalar zangli qilishib, paraqqa kulishdi. Parang doktorxonasiga berib, avval saldirib kel. Ondan bog'lashqin. Dedi biri uni chetga qiqib. Mana men yetkizaman, nima tiksan? Dedi u qat'iy ohangda varqirab. Bir gijda? Yo'q. Bir samsa bo'lamdi? Yo'q. Amsa qo'y go'shti yoqqan go'sht gijda. Bo'ldimi? Nochi bo'lsang, avu do'qmoshqa berib yonasan. Do'qmoshqa berib kelamsan, hisob emas. Shundoq, hisob emas. Boshqa balalarmu shundoq deb churqirashdi. Bu tarafdagi yon ko'chadan deb to'lidi heliqi karomat ko'rsatayotgan bala. Men yetkizaman, nima tiksan? Dedi biri naydisiga mushtlab. Sen yetkazolmaysan, men yetkizaman. Dedi yana bir bala hijiyib turib. Bu balaning o'tir ichishi yengli tushib ketgan bo'lg'achqa, hijayganda og'zining ichi qushqosh kameradek ko'rinavedi. Bu yanqi balalar zangli qilishib, paraqqa kulishdi. Parang doktorxonasiga berib, avval saldirib kel. Ondan bog'lashqin. Dedi biri uni chetga qiqib.
Mani men yetkiziman, nima tiksan? dedi u qat'iy ohangda varqirab. Bir gijda? Yo'q. Bir samsa bo'lamdi? Yo'q. Amsa qo'y go'shti yoqqan go'sht gijda. Bo'ldimi? Nochi bo'lsang, avu do'qmoshqa berib yonasan. Do'qmoshqa berib kelamisan, hisob emas. Shundoq, hisob emas. Boshqa bolalarmu shundoq deb churqirashdi. Bu tarafdagi yon ko'chadan bir tilamchi ayol chiqib keldi. Uning orqasidan kiyimlari yelin yupung ishqi bola g'ol-g'ol titrishib yig'lab keladi. Gulaxdagi bolalar Vangchongdan to'xtab, tilamchi ayolga va uning bolalariga qarashdi. Tilamchi ayol munojat o'qiydi. Fatimamning ko'nglaki 87 yamoqi. Yamoy desa yamoq yo'q. Ildamroq menish yili bika tashlab ketaman, jinimga to'ralganlar. Tilamchi ayolning shu kunlarda o'z beshiga tushgan qiyinchiliklarga, yerim yalang'och qolgan bolalarning yig'i zarig'i chidag'uchilikka qolmagan edi. Shunga u bir tarafdan ildamroq mengish deb mehribonlik bilan bolalarni yeniga chaqirsa, yana bir tarafdan tashlab ketaman deb do'q qilib qo'rqitadi. Eng oxirida yana jinimga to'ralganlar deb hammadan bezor bo'ladi. U hozir jondan, jahondan, hamma nimadan voz kechishdek halokat girdobiga berib qolgan edi. Acha! Gulaxdagi bolalardan biri o'lik to'g'lab so'zlaydi. Bolalarni bizga qo'shib qo'ying. Biz issiq saqlab beramiz. Jiningni beqishqina yetmakla davatgan gapini, dedi ayol ochiqida humiyib. Xapomislar acha, biz yomon gap qilmadik-ku. Gulaxning ichi issiq. Bolalaringiz bizning yenimizda tursa, kuch cho'glab kelgan akatmamsiz. Biz bolangizni yavanmaydik. Ota-onasiz, makonsizlikdan Gulaxda qolgan qora yetimlarning o'zlari sovuqda talada qolgan turuqliq onasi bor bolalarga ich og'ritib, g'amxo'rlik qilmoqchi bo'lganligi har qanday kishiga ta'sir qiladi. Afsuski, tilamchi ayol ularning g'amxo'rligidan qilchilik ta'sirlanmadi. Balkim uning o'z bolalarini Gulaxda qolgan qora yetimlar qatoriga qo'shqisi kelmayotgandi. Ammo uning bolalari Gulaxdagi bolalarning yeniga allaqachon yiqilishib bo'lgan edi. Ko'cha do'qmishi tarafdan bir to'p salobatlik odamlar ko'rindi. Ular to'p-to'g'ri Gulax tarafga qarab kelyotdi. Bular kim? Nima uchun bu yerga kelyotgandi? Bolalar hayron bo'lib qarab qolishdi. Bolalar albatta hayron bo'ladi. Chunki ular yashayotgan bu Gulaxda mundaq salobatlik odamlarning kelishi tunji qitim edi. Bu ularning tushigimi kirmagan ajoyib katta ish edi. Odatda bu yerga o'tar kechar divonalar, yerim sarong savdoyilar onda sonda kelgandan boshqa hech kim kelmaydi. Boylar, qozi, a'lam, damulla, mudarrislar texmu kelmaydi. Ajaba, bugun bu qadar salobatli kishilar bu yerga qandoq bo'lib kelib qoldi? Nima uchun keldi? Bu savollar bolalarni albatta hayron qoldiradi. Tilamchi ayolmu hayron bo'lganidan qandoq qilishni bilmay g'ong'irab turib qolgan edi. Kelguchilardan o'tiri bo'yliq, kang yelkilik, yo'g'on bosh, qora qosh, o'tkir ko'zlik, kak soqol, beshiga choqqonqini salli yo'gigan bir kishi yiroqdilla bolalarga cheksiz ich og'ritib va mehribonlik bilan nazar tashlab hammaning oldida keladi. Oh, aziz bolalarim, qadrli bolalarim, jonjigarlarim, deydi u kishi cheksiz kuyimchanlik bilan. Ay avlodi millat, holinglar ushbu kunga qolganmi? Beshinglarni sizlar kishinglar yo'qmi? Gulaxda ujumeklashib olgan bolalar ko'zlarini qumchoqdek parqiratib, u kishiga qadalg'inicha qaytib qilishgan edi. U kelibla tilamchi ayolning bolalarini yeniga tortib, beshini silab g'amxo'rlik ko'rsatgach, ay aziz bolalarim, nima uchun sovuqda qoldinglar? Uy makoninglar yo'qmi? deb so'radi. Dada, sovuq degan yomon ekan.
ilojimiz yo'q. Shunga kulga kirib oldik. Bala so'zlab bo'libla tilini chiqarib boshqa balalarga qarab kulib qo'ydi. To'g'ri. Sovuq degan bu noinsofning nashtrini sizlardak uy makonsiz. Och yalang'och qolganlarning badallariga sanjib, shafqatsizlik qilganligi rost. Buningga ilojinglar yo'q. Holinglardan xabar olg'uvchilar texmi yo'q. Shundaqmi? Shuni so'rayki, ota-onanglar bormi? Ota-onamiz bo'lsa, bizmi issiq uyda o'ltiratdik, yotgan ichida issiq uxlaytdik. Barakalloh. To'g'ri javob. To'g'ri javob. U kishi qiya burilib tilamchi ayolga qaradi va o'zi beshini silagan bolalarni ko'zitib, "Ay qizim, bu bolalar sizning bolalaringizmi?" "Ha, mening bolalarim", dedi ayol yerga qarab turib. Yomon bo'pti. Bolalar bak yupun ekan. Rahimsiz sovuq bizni putmas tugmas alamda qo'ymasin yana. Munda qilayli. Hammanglar biz bilan uyga beringlar. Bizga mehmon bo'linglar. Sizlarni issindirayli. Shunda qilsak bo'lamdi. Quloq tuvida jaranglayotgan bu so'zlarning rostligidan gumon qilgan bolalar bir-biriga qarashib hijiyishadi. Ularning ko'zlaridan, kulishlaridan ishonmaslik alomatlari ko'rinib turadi. Biri kulib turib, "Dada, sizlar kim bo'lalar?" dedi-da, pixildab kulib, og'zini o'chumida atganicha yana bir bolaning orqasiga mukindi. Yaxshi so'radinglar. Men degan Abduqodir Damulla bo'laman. Mana bu kishilar Molla Saud xalifa, Iminoxun xalifa, Abdulla xalifa. Biz sizlardan hol so'rag'ili, beshinglarni silig'ili keldik. Bizning so'zlarimiz rost. Ishonmasanglar, biz bilan birga yuringlar. Sizlardek avlodi millatga issiq uy, issiq oshg'iza tayyorlab qo'ydik. Singlim, sizmi shunday qiling. Bolalarınız hem uşaq, hem yupun ekan. Bu yil soğuk qattiq bo'ldi. Bizni dağu hasratda qoldirmasin. Shunda qiling. Abduqodir Damulla qizg'in amaliyotchi va jo'shqin ruhliq ijtimoiy faoliyatchi edi. U bu yil sovuqning qattiq bo'lganligini, ko'chalarda sarson bo'lib yurayotgan yetim yesir, yo'qsul tilamchilarning ko'pligini bayqab, ularga g'amxo'rlik qilishning zarurligini xeylidan beri o'ylab yurgan edi. Mana, hash-pash degicha chilli kirdi. Butkul yer jahonni o'z ilkiga olgan qahraton sovuq cho'yindak ig'irligi bilan hammani qisatdi. Go'yo yirtqish qushdek jo'ng'ib kelib, g'erib g'urvalarning gajgisidan, o'ruq atlarning to'shidan olatdi. Go'yo morab tishlaydigan g'oljir ishdak kelib, yalong oyoqlarning poqolchiqini butun jon jahli bilan tishlaydi. Bu yomon bo'ldi. Endi kechiktirgili bo'lmaydi. Deb faryod ko'tarib chiqqan Abduqodir Damulla shu kuni salopatlik, obro'li kishilar mutlaq oyoq bosmaydigan hammomning Gulaq deb atiladigan kulxonasiga kelgan edi. Ular bu yerda qahraton sovuqqa qarshi jang qilib, jon talishayotgan bir to'p qora yetimlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, qurbi yetguchi g'amxo'rlik qilish qaroriga keldi. Mo'ri o'choqda charaslab o't ko'ymoqda. Uning yon yoqsida qorlig'ich bolalardek tizilib o'ltirishgan bolalar o't sinmoqda. Ular jonga orom beradigan mundaq yiqimliq o'tni hech qachon ko'rmagan edi. O't deganni ular ko'chada non tilab yurgan chaqlarda oshpazning o'chiqi, Navoiyning to'nirida ko'rgan bo'lsa-mu, u o'tlar bugungi o'tga faqat o'xshashmaydi. Yiroqdagi suv ussizlikni qondira olmagandek, oshxona, Navoiyxonalardagi o'tmu ularga hech qanday issiqlik bermaydi. Bugungi o't uy ichida bo'lgan o'zgarishlar ularni ana shundoq aytib tugatgusiz xushal qilgan. Tasvirligisiz darajada hayajonlantirgan edi. Bahorda ujmidan keyin o'rik pishqandek ularga bo'lgan g'amxo'rlik orqama-orqa kelishga boshladi. Mana endi har bir bola o'choq oldida ozoda o'ltirib bir tovoqdan poluv yedi. Kambag'alning bir to'yg'ini bir qitim podshoh bo'lg'ini degandek, bolalar podshoh bo'lgandan ortiq xushal bo'lishdi. Abduqodir Damulla bu uyga, yetimxonaga birdan-birdan kirib bolalarni yo'qlab turardi.
Gühar tepib olgan sodda dehqonning qo'ynidagi guharni o'tdek ko'rgisi kelgandek, Damullamu bu balalarni birdan ko'rmisi chidayolmaydi. Shunga u bu yerga pat-pat kelib, ularning nima qilayotganligini ko'zdan kechiradi va keyingi ishlarni o'rinlashtiradi. Tamoqdan keyin satrash kelib, balalarning chechini oldi. Yuyundurishga mas'ul odam chechi elinib bo'lgan balalarni bir-birlab sopundab yuyib tozaladi. Qosmoq bosgan balalar birdamdala pokizlanib, parqirashga boshladi. Har bir balaga bir qurdin ko'nglak, tambal, o'tuk va birdan oq tomoq kiydirdi. Balalar soat-soat o'zgarib, bir-birini taniyolmag'idek darajada yangi tusga kirdi. Ang oxirida paxtaliq chekman kiyib, belini bog'lab tolibcha qiyofatiga kirgan balalar bir-biriga qarashib, xushallikdan kulishib, tillarini chiqarishdi. Namoz asrdan keyin yetimxonaga oldirash kirib kelgan Abduqodir Damulla dong qaytib turib qoldi. U boshqa bir joyga kirib qolgandek his qiladi. Onun ko'z oldida peshindan ilgirki bosh ko'zlarini qosmoq bosgan yetim bolalar emas, balki bir-biridan chiroyli, sog'lom badan, chiroyidan nur to'kilib, har qanday kishining mastligini keltiradigan bir to'p tolib turadi. Aziz bolalarim, bizning so'zlarimiz rasm ekan, dedi Damulla esiga kelib, bolalarga yaqinlik qarab. Rostgan. Balalar o'z dadasiga so'zlagandek tamkin javob berib kulishdi. Chiroy turqidan qaraganda bolalar bilan Damullam o'tirisida muayyan darajada ota-bolalik muhabbati paydo bo'lgan edi. Damullam xubtandan keyin yetimxonaga yana bir qaytim kirdi. Bu chaqda bolalar uyquga ketgan edi. Ular putlarini sandalga tiqib so'zilib, rohatlanib yotadi. Uy ichi issiq bo'lg'achqimi, ba'zan bolalar yotqanni qayirib tashlagan edi. Damullam osta berib, ejilg'onlarni yepib qo'ygandan keyin ondan chiqib ketdi. Shuningdan keyin Damullam bolalarning diliga ma'rifat chirig'i yiqish to'g'risida o'ylandi. Xalpat toliblar ichidan o'qituvchi va xo'jalik ishlarini boshqaruvchi tanlab uzungacha xiyol surdi. Uning xiyol ekranidan amdili boshlangan ibtidoiy holatdagi g'amxo'rlikning kelgusidagi taraqqiyoti, kishilarning ma'naviy qiyofatidagi o'zgarishlar, yurt xalqining istiqboli qatorliq nurg'un masalalar orqama-orqa tizilib o'tadi. 8-bob g'alla echish. Oltin kumush bo'lsa yiguz hammiga. O'zingmi yeb ishkin, kuning xush o'ssin. Sendinmi qoladi bu imoratlar. Xishi bo'lsa-mu kumush ya oltin. Sa'di Shirazi. Yetimxonadan qaytgan Abduqodir Damulla uftur uyiga keldi. U to'liq xushal va ruhli ko'rinadi. Qo'yuq qosh kirpiklari ostida cho'lpondek parqirab turgan o'tkir ko'zlaridan qandaqdir ishonch va kuchlik e'tiqod nurlari chaqnab turadi. Munda holat ko'pincha muvaffaqiyatli bo'lgan bir ishni yana bir baldoq o'rlatib, texmi zo'r muvaffaqiyatlarga erishtirish orzusida bo'lgan va shunda qilishga ko'zi yetgan kishilarda ifodalanadi. Damullam uyga kirib sallasini qo'ziqqa elib, to'nini selib qatq tashlab o'ltirishiga o'g'li patnosda choy ko'tirib kirdi. U avoylab kelib patnosni dadasining oldiga qo'ydi-da, ishtik orqasiga yondi. To'xta! Damullamning buyruq xarakteridagi keskin ovozi dahlizga yetgan o'g'lini shippida to'xtatdi. G'alla sanduqini elib chiq. Qaysi g'allani? Onang ba uydagi g'alla sanduqini-chi? Heliqi og'zi ichilmaydigan g'alla nima? Ha-a. Nima qilala? Nima qilatdiq? Ochimiz. Dedi Damulla oyajonlanayotgan o'g'lining chiroyidagi o'zgarishlarga qarab. G'alla sanduqini ochimiz degan so'zni anglagan o'g'il xushal bo'lganida ichkir uyga uchqandek kirib sanduqni elib chiqdi. Sanduqqa agishib Noila xonim bilan kichik qiz Amina xonim kirib kelishdi. Ya Allah, olash-cholash hammalari chiqishibla. Dedi Damullam hayron bo'lgan qiyofatda kulimsirab.
G'alla sanduqi echilg'udek degan xush xabarni anglab, hammamiz xush bo'lib chiqdik. Qandaq bo'lmabdimi? Kulimsirab so'zlagan xinim e'tiroz bildirgan ohangda so'zining oxirini so'zibroq dedi. Bo'lmaydigan hech yeri yo'q. Ammo har qaysilariga naf tegmasmikan? Naf tegmisi mayli, g'allining echilg'inini ko'rsakla naf olgandek bo'lamiz. Biz texi umrvoyat echilmaydigan sanduqmikin deb tikanmiz. Bechora bolam g'alli sanduqining echilishiga taqozo bo'lib, qulupni kunda necha qitim taraqlatadi. Uni qulupga tegma, damulla dadan kayib qolarmikin deb mushkungacha to'sib keldim. Karim bo'lmay qo'yib bergan bo'lsam, qulup allaqachon cheqilib ketgan bo'ladi. Bu gapcha bolamiz xili kapsizliklarni qilibdi-da. Degach, damullam ko'zining quyruqida o'g'liga ho'miyib qarab qo'ydi. Qo'rqinch va xijolat ilkida yuzlari o'tqoshdek qizargan bola yerga beqib jim turadi. Shu orada kichik qiz Amina xinim gap oriladi. Dada, sanduqda yemi bor. Sanduqda letopi bor xinim bolam. Letopining ichida yemi bor. Letopining ichida nima borligini menmi bilmayman. Dedi damulla qizining ochiq-chuchuk so'zlarga masligi kelib. Dadam silini go'llayotdi. Letopining ichida pul bor. Aksi og'zi ishtikli qilib singilsiga gap o'rgatishga petingan edi. Pulni yemi qoladi. Pul deganni xajlaydi. Dadamdan pul olsla xajlaymiz. Siliga matang, lampong ep berman. Hay, dedi damulla o'g'liga chakchib. O'zingni besib olinglar. Sizlar xajlasanglar to'g'ri kelmasmikan? Damulla istehzo oralash hammaga tekshi ko'z yugurdi. Uning ko'zlaridan norozi bo'lganligi chiqib turadi. Bolalarning demi ichiga tushib ketdi. Uy ichidagilarning diqqatini uzundan buyon o'ziga tortib kelgan g'alla sanduqini echish oshmaslikni bir Abduqodir damulla qaror qiladi. Uningdan boshqa hech kimning uni etishga tishi patmaydi. Abduqodir damulla hijratdan qaytib kelgandan keyin yurt xalqi uni beshida ko'ttirdi. Oliy izzat ikrom ko'rsatdi. Sharpiga mehmon chaqirdi. Ziyofat bazmlarni uyushtirdi. Damullam qadam tashrif qilgan choy ziyofat nazir chiroqlarda kishilar pul va boshqa narsa keraklarni qo'yib, uningdan duo oldi. Buningdan boshqa kirimlar, masalan, sadiqa, isqot qatorliqlarmi bo'lib turdi. Bu kirimlar boshqa o'limalarning yurtga chechilgan rizqiga o'xshash Abduqodir damulining o'ziga xos rizq nisivisi edi. Ammo u bu tabovatlarni shaxsan ishlarga va uy xarajatiga sarf qilmadi. Uy xarajatini mudarrislikdan kirgan kirimi bilan qamdab, boshqa kirimlarni izchil yo'sinda g'alla sanduqiga tashlab, qulub silib, ochqushni o'z yenida saqladi. Oila a'zolari Abduqodir damulining nima uchun shunday qiladiganligi va sanduqning qachon echiladiganligini bilmaydi. Bu sirli g'alla sanduqi o'z navbatida yana oila a'zolarining ba'zan kapsizliklarni qilishiga, turli xom xiyollarda bo'lishiga sabab bo'ladi. Masalan, damullamning o'g'li ba'zan chog'larda pul xajligusi, matang, lampung yegisi kelsala qo'libni taraqlatadi. Noila xinim bo'lsa, o'g'lini varqirib-charqirib, kapsizlik qilma, dadan xafa bo'lib qoladi deb to'siydi. Shundaqdimi, sanduqning yillab-yillab echilmay turayotganligiga gohida o'zining ichi pushatdi. Ammo to'li vaqtlarda o'ziga hoy berib, "Bo'pti, yig'ilib tursin. Damullam qayerga aktatdi? Baribir mushu uyga xarajat qiladi. Qancha jig'ilsa, shuncha yaxshi emasmi? Vaqtani vaqt kelganda bir jup oltin bilazuk, balalar otib bir qancha jup halqa, uzuk so'xtirsam, qolg'iniga uy besat ilib, bir uyni zilchi gilam bilan qizatib, mehmon boshlig'ida qilib qo'ysam, yana eshib qog'idek bo'lsa, jing marvoyitdan bir ishki sar ilib bo'ynimga ossam" deganlarni o'ylaydi. Lekin u bu xiyolini hech kimga tinmaydi. Tinishga jur'at qilolmaydi. Necha vaqtdan beri g'alla sanduqini to'la o'ylab, zarda go'sh bo'lgan Noila xinim bugungi fursatdan foydalanib, ishchini bo'shitib olish uchun ulug' kichik tinib so'z ochdi.
G'alla qachon echilarkin deb cho'ng kichik hammamiz uzundan taqasa bo'lib keldik. Har nima bo'lsa, bugun echilg'udek. Hozir xushliqimiz ichimizga sig'mayotidi. Xenimning fikri borligini uzundan boyqab kelgan Damollam bugun uning fikrini anglab boqmoqchi bo'lib, otayin quloq soldi. Xenim alam bilan so'zlashga boshladi. Hozir uyimiz qanoyg'ichi qarzga bo'g'ilib ketdi. Ala xenim 3 qitim dasturxon qilib keldi. Biz bo'lsak bir qitim yondirq qilolmadik. Hoji xenim, Omongul xenim, Tojinsa xenimlarmi qancha dasturxon qilib kelib, gadinimizga qarz otib qo'yishdi. Yondirayli desak, uyning holi mushu. Topgan pullari g'allaga tushaverdi. Meni kim desa, Hoji Damollamning qushnochi deb qaqning og'ziga bir keladi ekanman. Eti ulug', supurus quruq degandek, men dasturxon yondirg'idek holi yo'q qushnochim bo'lib kelaverdim. Bundaq taraflari bilan sizlarning bir qililik qorlari yo'q. Topgan targanlardan qilchilik bir nimani cho'shqonga oldirmay, xallida saqlayla. Bor xijolatni o'zim chekiman. Bir yerga berishqimi yiroq tursin, ishikdan beshimni chiqara olmaydigan bo'lib qoldim men. Odamgarchilikdan chiqib ketdim. Ya Allah, ishchilari dark to'shib ketibdi ha, dedi Damulla istehzo oralash kulib. Bir ozdan keyin kulgisini besib davom qildi. Silichi bo'lganda dasturxonga dasturxon yondirsa yoki birining barikallisiga dasturxon ko'tirib borsa odamgarchilik bo'lib, unda qilmisi odamgarchilik bo'lmaydi ekanda. Albatta shundoq. Bor tovuqim, yon tovuqim emasmi? Silining bundaq tushanchalariga kaminalari qo'shilanmasmikan? Damulla bir oz to'xtab, oldidagi sovuq choyni bir yo'li ichib tugatib, ondan davom qildi. Har qaysilarining ko'tirmoqchi bo'lgan dasturxonlari odamlar bilan odamlar, oilalar bilan oilalar o'ttirisida bo'layotgan odat rasmiyatlarga qartilgan. Shundaqqa. Ko'chalarda ma'zi ko'tirib ketayotganlar yoki dasturxon tovoqlarining eg'irligidan zambilga silib ko'z-ko'z qilib ketayotganlar. Balki o'zlarining tushunchasidagi odamgarchilikka ketayotgandir. Amaliyotda ularning dasturxonlari turmushda hech narsadan g'ami yo'q boylarning dab'i dunyosi eshib-teshib turgan qozi quzzat, amaldor, baglarning uylariga ketyotidi. Shu uylardagi xon og'ichlarning barikallasiga bo'layotidi. Bu xuddi yog'liq uchaga yog' tiqqandek bir ish emasmi? Buni qandaqmi odamgarchilik degili bo'lsin? Mening fikrlariga qo'shilmasligimning sabablari mana mushu yerda. Xenimlarning ko'tirib mangan dasturxonlari ko'chalarda sarson bo'lib, osh yalang'och yurganlarga, tul-xutun, yetim bolalarga hargiz tegmaydi. Bizning bolalarimiz hammomning kulxonasida yotsa, ko'chalarimiz tilamchilar bilan to'shib ketyapsa, shaharda kambag'allik, och yalang'ochlik, qahatchilik avj ilyapsa, bu xorizorlikqa hech kim xayrixohlik qilmasa, bu qandoq bo'lg'ini? Bu ishlarni Xudo ravo ko'rami? Buni o'zlari obdonroq o'ylasizlar xanim. Damullamning lavlari va soqollari titraydi. Noila xonim Damullamning g'azabdan tutilgan chiroyiga tik qaray olmay, yerga beqib jim turdi. Damullam oldirmasdan so'zini davomlashtirdi. Obdonroq o'ylasizlar. Biz musha Qashqarda tug'ilib o'sdik. Bizning kunimiz inshaalloh bir qadar yaxshi. Qo'limizdan qanchalik odamgarchilik kelsa, biz u odamgarchilikni halovatdan kerilib, burnidan yog' temib turgan og'ich xinimlarning barikallasiga qilmasdan, bechora, zaif yetim yesirlarga, sarson bo'lib yurgan yo'qsullarga qilishimiz kerak. Shahrimizda boylik oz sondagi kishilarning qo'liga to'plangan. Kambag'allar nihoyatda ko'p. Bizning qurbimiz hammaga yetmaydi. Amdigina 10 yetim bolaga odamgarchilik qilyapmiz. Hosil kalom, ikkimiz ar-xotin bo'lgandan keyin men qilgan ish sizlarga mutaalliq. Mubodo qurbimiz yetgan bo'lsa, butun shahar, butun Qashqardagi ojiz yetimlarga osh berib, beshini silgan bo'lsak, bak yaxshi bo'ladi. Amal qancha? Hozir boylar, o'lima ashraflar, amaldorlar, shayx mo'tivarlar bu ishimizni qo'llash uyoqda tursin, balki qarshi chiqyotidi. Ular madrasa vaqtlaridan bir narsa ajratib berishga mutlaq rozi emas. Ularning o'y xiyoli o'z yonchuqini to'ldirishda. Ammo bu g'alladagi narsalar menga tava. Buni yurt xalqi oldimga qo'ygan. Olmasam ranjiydi.
Shuni oldim. Bu pullarni o'z hajimga sarf qilsam, shariatga to'g'ri kelamdi, kammamdi. Buni men obdan tushunaman. Bizning maishatimiz o'ttiral ketyotidi. Oilamiz sadiq ehson yesa to'g'ri kelmaydi. Bu taraflarni o'ylash kerak. Kitoblarimizda sadiq ehsonning egisi kambag'al, ojiz, yetima, miskinlar deb bayon qilingan. Shuning uchun g'allaga bizning changsilishimiz to'g'ri emas. Buning haqdori ko'chada osh-yalang'och qolgan makonsiz, egi chaqsiz yetim yesirlar. Biz shularga odamgarchilik qilib, holidan xabar olsak, buni haq joyiga tekkizgan bo'lamiz. So'z bu yerga kelganda xinimning ko'zlaridan va chiroyidan qattiq ta'sirlangan va maqsadni tushungan alomatlar ko'rinishga boshladi. Bir qarash bilan bu xil o'zgarishni sezgan Damulla bu haqdagi so'zni to'xtatishni xo'p ko'rdi-da, burilib o'g'liga qaradi. O'g'lim, ushqandak chiqib, yetimxondagi xalpatlarni qishqirib kirgan. Noila xinim bugun qadinasi Damullamdan ahamiyatli dars oldi. Ko'ngli yurib, chiroyi echildi. Shunga Maqsum o'g'liga yaqinli qarab, "Obdan balam, chapsara qishqirib kirgin, yugur, chapsan bo'l." deb Damullamning buyrug'ini kuchaytdi. Bu uning qadinasining tashabbusiga qo'shilganligining ifodasi edi. Molla Savud boshliq bir necha xalpat kirganda Noila xinim ichkari uyga kirib ketgan edi. "Kelasizlar, qani kelasizlar?" dedi Damulla xalpatlarni qizg'in qarshi elib. Xalpatlar qoida bo'yicha to'rga o'tib, baqasam ko'rpalar ustida yukinib o'ltirib, Fotiha qilgandan keyin xizmatga biz tayyor degandek ustozga qarashdi. Ustoz ularga qandoqdir bir arzimas ishni aytishga eg'iz ocholmayotgandek o'ng'aysizlanib, bir xalpatlarga, bir g'allaga qarab oxiri so'z ochdi. "Har qaysilarini qishqartishdagi maqsad", dedi u osta vazmin so'zlab. Uning ovozi titrab chiqadi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjan xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Xalqimiz hozir intayin dahshatli eg'ir ahvolda turmoqda. Inoqsizlik vabolari bizni xor zabulliqqa va zavolliqqa yuzlandirmoqda. Biz texi g'aflat uyqusida yotmoqdamiz. Uyqu bo'lsa, o'limning burodiri va muqaddimasidir. Esimda bu vaqtda yana shuni aytib qo'yayki, hozir Qashqarda bizga eng ko'ngilsizlik keltiradigan odam Abduqodir Damulla. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.